Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan profilaktik tadbirlardan biri Paxtakor tumanida o'tkazildi. Unda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari, mahallalardagi yakka tartibdagi hamda ko'p qavatli uy-joy fondining qish mavsumiga tayyorgarlik holati, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida hal etishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv xo'jaligi va isitish tizimlarining texnik holati o'rganilib, ulardan xavfsiz foydalanish, aholi va ishchi xizmatchilar, ayniqsa ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida yong'inga qarshi targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari, bozorlar, savdo va ko'ngilochar maskanlar hamda umumiy ovqatlanish shoxobchalarida yong'in xavfsizligi holati ko'zdan kechirilib, mas'ullar ogohlantirildi. Shu bilan birga, Yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil etilayotgan tadbirlarni xavfsiz o'tkazish maqsadida Paxtakor, Zafarobod, Arnasoy, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlari markazlarida bayram tadbirlari o'tkaziladigan maydonlar o'rganib chiqildi. Bunday profilaktik va nazorat tadbirlari aholi hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda qish mavsumini betalofat o'tkazish va bayram tadbirlarini xavfsiz o'tkazishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.